Yo Alloh deb turib aytga chiqib nasha cheksin. Sening Alloh deganing nimasi-yu, og'zingga o'sha haromni olganing nimasi? Gapir shunaqalar. Agar ichimizda bo'lsa. Bo'lsa mana primoyda ko'ryapti. Gapirsin shular. Biz nima bo'lyapmiz biz? Yo yog'bas yo go'shtbas deydi. Eminga munofiq sifati shu bo'ladi. Uni ham qilaveradi, buni ham qilaveradi. Ikkita qayoqqa ketaveradi. Musulmon bir xil bo'ladi. 30 pora Qur'onni talabi bitta. 100 minglab hadisni talabi bitta musulmonlar. Qadrdonlar, do'stlar, akalar, ukalar. 30 pora Qur'on va 100 minglab hadisni talabi bitta. Bir dona. Ey inson, ey banda, ey ummat, yaxshi odam bo'l, tamom. Islomning talabi shu. Islomning talabi shu, yaxshi odam bo'lish shu xolos. 30 pora Qur'on payg'ambarimiz alayhissalom aytganlaridek, ad-dinu an-nasihatu dedilar. Din bu nasihatdir dedilar.